Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun ikkinchi abyuzer munosabatlar, ya'ni abyuzer turlari bugun mavzumizni ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Abyuzer munosabatlarga kirishganda insonda chuqur travmalar bo'lishi, bunda insonlar doim bosimda bo'lishi, sizni ruhiyatingizga salbiy ta'sir qilishi, bunaqa inson bilan munosabat qurgan insonlarda kasalliklar bo'lishi haqida kecha birinchi darsimizda gaplashgandik. Bugun sizlar bilan abyuzer munosabatlarda turlar, ya'ni abyuzer insonlarni qanaqa turlari bo'ladi, shu haqida gaplashamiz. Bilasizmi, abyuzer insonlar bir nechta turlarga bo'linadi va agarda sizni hayotingizda ularni hammasi bor bo'lgan inson bo'lsa, bu juda yomon degani. Abyuzerni hamma turlari bor bo'ladigan bo'lsa, bu juda yomon degani. Demak, birinchisi bu emotsional abyuzer insonlar, ya'ni sizni hissiyotingizni ko'p o'yin doimiy bosim ustida ushlaydi, sizni hissiyotlaringiz, siz baxt his qilishingizni, sizni xursand bo'lishingizni xuddi ko'rolmaydigandek tuyuladi sizga. Bu qanaqa bo'ladi? Misol uchun sizni kayfiyatingiz yaxshi edi, u tezda sizni kayfiyatingizni yo'qqa chiqarib yuboradi. Qanaqa qilib? Emotsional zo'ravon insonlar hammasiga sen o'zing aybdorsan, afsuski shunaqa demaganingda, sen shu gapni aytmaganingda edi, sen shu joyga bormaganingda edi, shunaqa demaganingda edi deb sizga bosim beradi. Misol uchun mana siz oyiznikiga borib keldingizda, kelgunizcha choynak misol uchun suv toshib ketdi, qaynab qoldi, boshqa bo'ldi. Mana sen ketding, shunaqa bo'ldi, ketmaganingda shunaqa bo'lmasdi. Yo bolangiz yiqilib kasal bo'lib qoldi yoki aynan oyiznikiga olib borganingizda bolangiz kasal bo'lib qoldi. Tamom, endi sen ikki oy onangnikiga bormaysan yoki qachon men ruxsat bermagunimga qadar sen onangning uyiga bormaysan deb sizga aynan ana shu sizni qo'lingizdan hech narsa kelmasligi, siz nima qilsangiz xato qilishingizni tushuntiradi. Ya'ni sen xato qilding, sen onangnikiga borib xato qilding, sen gapirib xato qilding. Misol uchun ozgina sizni vesingiz ko'p bo'lsa, misol uchun 60 kilo bo'ladigan bo'lsangiz, 65 kilo, 60 kilo bo'ladigan bo'lsangiz, xuddi sizga sen 100 kilodek munosabatda bildiradi. Sen semirib ketyapsan, ko'rinishing menga yoqmayapti, sen gapirishni bilmaysan, seni kundan kunga haligi nima deydi, ko'rinishing yomonlashib boryapti, sen u yering menga yoqmaydi, bu tomoning yoqmaydi deb sizni aynan ko'rinishingizga ham bosim beradi va sizda bor bo'lgan narsani juda bir 10-15 barobarga og'irroq qilib tushuntiradi va asta sekin siz bu narsaga ishonishni boshlaysiz. Ya'ni vesingiz juda ko'p 100 kilo deb o'ylash holati bo'ladi sizda. Haqiqatdan men noto'g'ri gapiraman deb o'ylaysiz va hamma narsani shunchaki sizni o'zingizga aytadi. O'zingizga ag'diradi. Sen shunaqa deding, sen semirib ketganing uchun meni ko'nglim qolib boshqani sevishni boshladim. Sen onamga shunaqa munosabatda bo'lganing uchun meni sendan ko'nglim qolishni boshladi. O'sha voqeadan keyin men seni yomon ko'rib qolishni boshladim. Yoki nimadir bo'lib unga to'kaladi, u aybdor bo'ladigan bo'lib qolsa, afsuski shunaqa bo'lib qoldi, men buni o'zi xohlamagandim, bilasan-ku men boshqachaman deb sizga ta'sir o'tkazadi. Ikkinchi turi bu verbal abyuzer insonlar. Bu verbal abyuzerlar og'zaki, ya'ni zo'ravonlik qiladi sizga gap bilan. Misol uchun qichqiradi, baqiradi, siz uni ovozidan titrab ketishingiz mumkin, shunaqa tiqib ketsa qo'rqadigan bo'lib qolishingiz mumkin yoki xo'rlaydi. Sen otang unaqa o'zi, oying mana bunaqa, sen o'zi mana bularni zotidansan, sen o'zi bo'lmaysan, agar men uylanmaganimda seni hech kim olmasdi. Abyuzer ayollar ham bo'ladi. Men sizga turmushga chiqmaganimda hozir siz hech kim bo'lardingiz, sizni qarindoshlaringiz tan olmasdi, unaqa bo'lardi, men tekkanman sizga, men bo'lmasam hech kim bo'lmasdingiz. Ya'ni ikkala tomon ham abyuzer bo'lishi mumkin. Demak, masxara qiladi, ya'ni ustidan kuladi. O'sha aynan sizni ko'rinishingiz deb aytdik boya yoki gapirishingiz deb aytdik. Bu aynan shu og'zdagi verbal abyuzer insonlarga kirar ekan. Sizni fikrlaringizni rad etadi. Doim sen noto'g'ri gapirasan, sen bilmaysan, sen qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Aynan sizni fikrlaringizni rad qilish orqali siz o'smoqchi bo'lganingizda sizni qo'lingizdan hech narsa kelmasligini isbotlab berish orqali sizga bosim beradi. Qo'rqitadi, sizni qo'rqitadi aynan gap so'zlari bilan. Sen agar men ketib qolsam, sen hech kimga kerak emassan, seni hech kim yaxshi ko'rmaydi, faqat menga keraksan va hokazo ko'rinishida. Tanqid qiladi, tahdid qiladi. Men hozir ishdaman-da, boring o'zim bilaman, sen nima qilishni ko'rsataman senga. Men hozir bordim keyin sen bilan boshqacha gaplashaman, u qilaman, bu qilaman deb sizni aynan qo'rqitadi, tahdid qilishi mumkin.
ustingizdan kulib, sizni ustingizdan aynan o'zini aytganini qilish uchun foydalanadi. Misol uchun ehtiyojlar va istaklarni rad etganingizda u sizni haqorat qilishni boshlaydi, u sizga qo'l ko'tarishi mumkin. Aynan abyuzer munosabatlarida navbatdagi turi bu sizga qo'l ko'tarish orqali abyuzerlik qiladi, ya'ni uradi, urishi mumkin. Aynan gaplashayotganda uni aytganini qilmasa, dastlab bu navbatdagi turi bu qo'l ko'taradigan abyuzerlar o'sha idishlarni otib, o'ziga zarar berib, devorni urib gapirib boshqa qiladiganlar, bunday abyuzer yigitlar uylangandan keyin qo'l ko'tarishni boshlaydi. Ayoliga boshqa qiladi, bolasiga qo'l ko'taradi ayollar. Aynan ana shu qo'l ko'taradigan abyuzerlar turiga kiradi. Nimanidir otishdan boshlanadi, o'ziga zarar berishdan boshlanadi. Keyin bu rafiqasiga qo'l ko'tarish bilan davom etadi. Ya'ni urgandan keyin kechir deydi, men bilmay qoldim, men ishdan haydalganim uchun kayfiyatim yaxshi emasdi, onam anaqa dedi, sanaqangda bo'lmasa men senga qo'l ko'tarmasdim. Keyin kechirim so'raydi, ko'nglingizni olishga harakat qiladi. Va yana bir turi borki, abyuzer insonlarning, bu intim munosabatlardagi abyuzer insonlar shunaqa zo'r отношенияni beradiki ayolga, ayol ketolmaydi. Men nima uchun ketolmaysan? Shuncha sen xo'rlasa, ustingdan kulsa, boshqa qilsa, qo'l ko'tarsa, o'sishga qo'ymasa, nimaga ketolmaysan? Pul bermasa, nimaga ketolmaysan desa, men bunaqa intim отношенияni boshqa erkakdan topolmayman deydi. Yoki ayni ayollar ham shunaqa ko'rasiz, ayolda ko'rinish yaxshi bo'lmasligi mumkin, qanaqadir hidlik kelib yotishi mumkin-da, lekin intim отношенияda zo'r bo'lgani uchun erkak ketolmaydi u ayoldan. Pul temasida abyuzer insonlar bor. Bu haqida men o'tgan darsda gapirib bergan edim. Ya'ni pulni sizga boshida ko'p beradi, keyin to'xtatadi va keyin sizni puli orqali sizni boshqarishni boshlaydi. Bitta narsaga e'tibor bersak, aynan ana shu intim munosabatlardagi abyuzer yigitlarni qanaqa ajratib olamiz? O'sha gaplashayotganda ko'rgan bo'lishingiz kerak, qizini qo'llari ko'kargan, qayerlardir ko'kargan bo'ladi yoki tortib mashinaga solayotganini ko'rasiz, boshqa qilasiz. Bu aynan o'sha abyuzer yigitlarni belgisi. Shunaqa bo'ladi ular boshida. Lekin shunaqa zo'r ko'taradiki, ayollar emotsiyasini shunaqa zo'r tepaga ko'tarib beradiki, boshqa bunaqa hissiyotni boshqa erkakdan ololmayman deydi. Lekin ular bu narsani bir oyda bir marta, 2 oyda bir marta asta-sekinlik bilan umuman ko'rsatmay qo'yadi. 100% taslim bo'lgandan keyin o'sha ayol keyin bu narsani ko'rsatmay qo'yadi haligi ayolga. Minnat qilishi ham mumkin. Aha, aynan zo'r bo'ldi. Ular aynan o'sha birinchisida so'z orqali abyuzer insonlar dedik. Ular minnat qiladi. Men bo'lmasam och qolib ketarding, men olmasam sen hech kimga kerak emas eding, men bo'lmaganimda hozir sen shunaqa sayohatlarga chiqmaganman, aylantirishga olib boradida. Keyin men bo'lmaganimda sen shunaqa aylanishlarga ham bora olmasding. O'sha men bo'lmaganimda bu kunlar senda yo'q edi, yaxshi ham menga tekkansan yoki men yaxshi ham haligi meni bilgin deb o'sha minnat orqali ham boshqaradi. Bu so'z orqali boshqarishga kiradi. Birinchi aytganimizga, birinchi aytgan toifamizga. Bitta narsaga juda e'tibor berish kerak. Intim munosabatlarda abyuzer bo'lganda, mana misol uchun biz zo'rlashni tushunadigan bo'lsak, zo'rlash bu begona odamni bir-biriga qiladigan intim munosabatida faqat kuzatilavermaydi. Aynan er-xotin munosabatlari o'rtasida ham janjallashgandan keyin haligi yarashmayapti, bo'lmayapti o'rtada intim munosabat, u keladi zo'rlaydi, ko'ylagini yirtib, boshqa qilib, shunaqa zo'r отношениyaga kirishadi-da. O'zini juftiga, parasiga nisbatan ham intim zo'ravonlik ishlatadi. Yarashmaganda, kelisholmaganda, bu narsa uzoq davom etganda shunaqa zo'ravonlik qiladi. Tishlashi mumkin, qo'pol harakatlar amalga oshirishi mumkin. Yana bitta turi bor. Ular misol uchun birinchi zo'r отношенияni beradi, sizni tepaga olib chiqadi, keyin bir necha oy sizga yaqinlashmaydi. Bir necha oy o'sha intim yaqinligi amalga oshirmaydi. Nimaga? Aytadiki, senda qanaqadir hid bor, seni ko'rsam qanaqadir his qilmayapman, yoqmayapsan menga, uyg'onmayapman degan so'zlarni bilan sizni keraksiz ekanligingizga ayol sifatida yoki erkak sifatida rad qilib, samatsenkingizni sindirib, haligi sizga bosim beradi. Mana shunaqa abyuzer turlari bor. Va siz yana qayerdan bilishingiz mumkin sizga abyuzerlik qilayotganini, ikkinchi tomonini sizni emotsional bosim berayotganini, so'zlar orqali, pul orqali, munosabat orqali, minnat qilish orqali,
qo'l ko'tarish orqali, intimatnosheniyada sifati san sababli tushib ketyapti deyish orqali, san qilding, san bo'lmaganingda, san gapirmaganingda, san o'zing shunaqasan-da, jinniligiga ishontirishni boshlaydi hattoki. San shunaqasan-da, san noto'g'ri gapirasan-da, san o'zing noto'g'ri tushunasan, onam unaqa degani yo'q, san o'zing shunaqa noto'g'ri tushunding, u yerda unaqa gap bo'lmagan edi. Mana shunday abyuzer turlari bor, qizlarjonlar. Bu abyuzer turlari siz o'zingiz bo'lishingiz mumkin. Kimga nisbatan? Bolangizga, qaynonangizga, eringizga nisbatan yoki ikkinchi tomon sizga nisbatan shunaqa bo'lishi mumkin. Bu bo'yicha albatta siz ishlashingiz kerak, buni to'xtatish kerak. Nimagaki, bu yerda ekologik tozalik emas. Kimnidir so'rish orqali yashayapsizmi, sizga ham ikkinchi tomondan kasalliklar kelishni boshlaydi. Abyuzer insonni ko'rsangiz, o'zi juda asabiy bo'ladi, tez jahli chiqadi. Juda tarang bo'ladi asablar va ular asabga oid, qon bosimiga oid, davleniyaga oid kasalliklarga uchraydi. Shuning uchun men o'ylayman, keyingi darslarimizda buni yechimlari haqida ham gaplashamiz. Bugun turlarni bilib oldik. Kuzatasiz, qani kimlar sizni hayotingizda abyuzer bo'lgan? Oyingiz, adingiz, turmush o'rtog'ingiz yoki siz o'zingiz qayerda abyuzerlik qilyapsiz bolangizga, eringizga, boshqa kuzating o'zingizni. Bu topshiriq bo'ladi. Sizlarni yaxshi ko'raman. 3-darsda ko'rishguncha.